Assalomu alaykum va rahmatulloh. Akalar, bitta akamiz xo'p ko'chatini olib keldi. Bir qator holatini tanishtirib o'tamiz. Xo'p. Akalar, xo'p, kichkina ko'chat. Birinchi xatoli nimadan bo'lyapti? Bir qator aytib qo'ygan yaxshi. Buni Adaham aka agronomimizdan aytdi. Necha ko'p turpa tashlab qo'ygan, petrovka qilingan holatda. Kech paytgacha 14 gradus bo'layotgan kech payti. Pomidor bu holatda pomidorimiz uchun, badring ko'chatimiz uchun sog'lik qilyapti. Iloji boricha eng kami 18-20 gradus kech payt ushlash kerak. Mana bu ikkinchi ko'chati bunaqa chekim bo'lib qolgan. Bu chekim holati ko'pchilik bilsa kerak. Trips mana shunaqa chekim qilib yuboradi. Trips hasharotimizni. Iloji boricha bu o'tayla ko'p tushib ketgan. Iloji boricha tripsga ishlov berib qo'yish kerak. Keyin bunaqa g'ijimlanib qolish sovuqdanmi, ildizdanmi? Ildizini ham bir qator yorib ko'rdik. Ildizi yaxshi oppoq. İçi ham g'avoy bo'lmagan. Ildizda muammo yo'q. Aslida sovuqligi sabab. Keyin bu g'ijimlanib qolishi mana shunaqa bo'lib, keyin mana g'ijimlanib qolishi haligi ko'mir yoqqanda ispis hidi chiqishi mumkin. Ikkinchi sabab shu. Lekin hozir u akamizga katyola tashqarida ekan, u umuman hid kirmaydi, отопление dedi. Shuning uchun buni sovuqdan deb bildik. Tashxis qo'yib bunaqa deb. Mashq holatdagi bilib olinglar, trips holati. Keyin ko'chatni iloji boricha petrovka qilayotganda turpa ko'p tashalmasin, iloji boricha o'zini holatda qilib ekish kerak. Mana ochib yuborasizlar.